Hammaga salom, bu Abdullajon. Hozirgi kunda juda ham ko'p sonli abituriyentlar Turkiyada tahsil olish haqida o'ylashmoqda. Buni sababi esa albatta ijtimoiy tarmoqlar va turli platformalar. Ularda doim bunaqa ko'rinishdagi reklamalar chiqib keladi. Turkiyada o'qishga kirish juda ham oson, u yoqda bepul o'qishingiz mumkin, u yoqda arzon kontraktlar bor. Lekin bu gaplarning qanchasi haqiqatga yaqin? Ya'ni qanchasi haqiqat va yana qanchasi marketing hisoblanadi? Bugun aynan shu narsa haqida gaplashamiz. Sezib turibsiz, bu video sizga foydali bo'ladi. Shu sababli ham unga like bosib qo'ying va albatta sahifamizga obuna bo'ling. Dastur avvalida esa bitta savol. Turkiyada o'zi ta'lim tizimi qanaqa ishlaydi? Stipendiyalar chindan ham bormi? Va eng asosiysi, Turkiyaga endi borib qolgan talaba yoki abituriyentlar qanaqa firiblarga duch kelishi mumkin? Qiziqarli savol-a? Xo'sh, nimaga o'zi O'zbekistonda aynan Turkiyada tahsil olish juda ham mashhur bo'lib ketdi? Nimaga? Bu qanaqadir xuddi Instagramdagi yoki TikTokdagi trendlarga o'xshaydi. Lekin buni o'ziga yarasha mantiqiy javobi bor. Ularning tili bizga juda ham yaqin, undan tashqari madaniyat ham va umuman olganda Turkiya davlati xalqaro talabalarga keng eshiklarini ochgan. Ikkinchi sabab bo'lsa, Turkiyada universitetlar juda ham ko'p. Masalan, hozirgi rasmiy hisob-kitoblarga qaraganda 200 dan ortiq universitet mana shu davlatda joylashgan. Ularning orasida davlatniki ham bor va xususiylari ham albatta mavjud. Lekin aynan shu joyga kelganda ota-onalar va abituriyentlar qiziqtiradigan bitta jarayon bor. Gap shundaki, Turkiyani davlat universitetlarining kontrakti juda ham arzon, lekin ularga kirish qiyin. Ammo xususiy universitetlarga kirish juda ham oson. Ammo ularning kontrakti juda ham qimmat. Masalan, Turkiyaning davlat oliygohlarida kontrakt narxlari taxminan $500 yoki $1000 atrofida bo'lishi mumkin. Ammo xususiy universitetlarda bu birozgina boshqacha sonlarni aytadi. Masalan, $2000, $4000, hattoki $10000 kontrakt to'lovlariga ega bo'lgan oliygohlar ham bor. Shu sababli ham Turkiyada o'qish juda ham arzon deb yozilgan e'lonlar har doim ham rost gapirayotgan bo'lmaydi. Hammasi siz qaysi universitetni tanlaganingizga, qaysi shaharni tanlaganingizga va qaysi yo'nalishni tanlaganingizga juda ham bog'liq. Va abituriyent va ota-onalarni qiziqtiradigan yana bitta juda ham qiziqarli bo'lgan savol bor. Turkiyada rostdan ham bepul o'qish mumkinmi? Ko'pchilik bu savolga ha yoki yo'q degan qisqa lo'nda javob kutadi. Lekin bu savolga bunday oson javob berish juda ham qiyin. Ha, Turkiyada stipendiya orqali bepul o'qish imkoniyati bor, lekin bu imkoniyat hammaga ham berilavermaydi. Buning uchun yaxshi akademik natijalar, to'g'ri hujjatlar va eng asosiysi qo'shimcha talablar bo'lishi ham mumkin. Eng mashhur stipendiya dasturlaridan biri bo'lsa, bu Turkiya burslari stipendiyasi hisoblanadi. U davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri beriladi. Eng qiziqarlisi, bu stipendiya shunchaki kontraktni qoplab bermaydi, balki talabaning oylik xarajatlari, yotoqxona va boshqa yana qo'shimcha xarajatlarni ham qoplab berishi mumkin. Aynan shu sababli ham shu stipendiyaga juda ham ko'plab talabalar hujjat topshirishadi. Raqobat ham albatta shunga yarasha bo'ladi. Bundan tashqari ayrim universitetlarning o'z stipendiya dasturlari ham mavjud. Masalan, qaysidir talaba juda ham yaxshi akademik natija ko'rsatsa, unga 25% yoki 50 yoki umuman 100% stipendiya ham berilishi mumkin. Lekin bu jarayon reklamalarda ko'rsatilgani kabi oson bo'lmaydi. Talabalar bu stipendiyalarni, bu grantlarni qo'lga kiritish uchun yaxshigina ter to'kishlari kerak bo'ladi. Afsuski, xuddi shu reklamalarda stipendiya mavzusi ham juda ham noto'g'ri tushuntiriladi. U yoqda to'g'ridan-to'g'ri 100% grantga olib qo'yamiz, siz o'shani qo'lga kiritasiz deb vohma qilinadi, lekin talaba Turkiyaga borgandan keyin uni qo'lga kiritish juda ham qiyinligini, hattoki uni hamma ham ola olmasligini tushunib yetadi. Shu sababli ham har qanaqa taklifni eshitganda unga laqqa ishonmasdan, balki uni hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham tekshirib ko'rish kerak. Endi bo'lsa yana bitta muhim mavzuga to'xtalamiz. Bu talabalarni chet elga yuborishda yuz beradigan firibgarlik, firib holatlari. Shunaqasi ham bo'ladimi deb o'tirishga shoshilmang. Afsuski, chindan ham bizning yurtimizda yoki chet elda shunaqa xizmat turlari bor. Ya'ni siz unga hujjatlaringizni topshirasiz, pulni ham to'laysiz, lekin ular oxir-oqibat firibgarlar bo'lib chiqishadi va sizning pullaringizni shunchaki eng ko'p uchraydigan holatlardan biri esa bu soxta va'dalar. Juda ham ko'p sonli shaxslar deymizmi yoki shunaqa agentliklar sizga biz 100% sizni o'qishga olib kiramiz. Siz o'sha yerda stipendiyaga, grantga o'qiysiz deb va'dalarni berishadi, sizdan pulni olishadi va oxir-oqibat
hujjat topshirilmagan bo'ladi yoki shunchaki universitet talablariga mos kelmagan bo'ladi. Yana bitta jiddiy muammo esa bu soxta hujjatlar hisoblanadi. Juda ham ko'plab mana shu firibgarlar odamlardan pulini olib qo'yib, ularga soxta ma'lumotlarni siz o'qishga kirdingiz deb yuborishadi. Oxir oqibat katta umid bilan ana shu abituriyent talaba sifatida o'zini anglab bilib, men o'qishga kiribman deb o'ylab, O'zbekistondan Turkiya tomonga uchib ketadi va aeroportning o'zida bosh og'riq muammolarga duch keladi. Shuningdek, mana shu ko'plab kompaniyalar ularning qarshisiga mijoz kelganda ko'plab ma'lumotlarni noto'g'ri berishadi. Asosan kontraktga doir bo'lgan ma'lumotlarni, chunki ko'plab abituriyentlar baribir arzon kontraktli universitetlarni tanlashni xohlashadi. Albatta, to'lovlar arzon bo'lishi uchun. Ammo lekin biroq bu kompaniya ma'lumotni, ya'ni kontrakt narxini arzon deb ko'rsatadi, lekin talaba Turkiyaga borgandan keyin aslida narxlar bunaqa emasligini tushunib yetadi. Shu sababli ham bo'lajak talabalarga chin ko'ngildan beriladigan maslahat: har qanaqa joyga borishdan oldin, universitet tanlashdan oldin u haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz shart. Nimadir bo'lsa shartda ChatGPTni terib olib, "Sani gaping noto'g'ri" deyishni bilasizlar. Shunaqa paytda ham ChatGPTdan, Googledan yoki boshqa platforma servislardan foydalanishingiz mumkin. Yaxshilab izlansangiz universitet haqida, undagi kontrakt narxi haqida va sizga xizmat ko'rsatayotgan konsalting yoki agentlik haqida ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Faqat unga ozgina ko'proq bosh qotirsangiz bo'ldi. Reelsga ham 5 soat vaqtingizni ketkazib yuborasiz-ku. O'shandan hech bo'lmasa yarim soatini shu ishga jalb qilsangiz, sizga ko'proq foyda keltiradi. Chet elda o'qish bu juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Yangi til o'rganish, yangi madaniyatni anglash va albatta xalqaro tajribaga ega bo'lish. Bu juda ham zo'r. Lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu jarayonni to'g'ri tashkil qilish juda ham muhim. Eng muhimi esa shoshilmaslik. Har bir reklamani ko'rganingizda, unga aloqaga chiqqaningizda, u bilan o'zingizni qiynayotgan savol-javoblarni uyushtiring. Xo'sh, bunaqasi nima bo'ladi? Mana bunaqa holatlarda o'zingizlar nimalar qilgansizlar? Tajribangiz qancha? Necha yildan beri faoliyat olib borasizlar? Chunki do'stlar, bir narsani tushuning. Ta'lim olish bu shunchaki borib chet elda sayohat qilib, "Wow, chiroyli joy ekan" deyish emas. Balki bu sizni kelajagingiz bilan bog'liq, chambarchas bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Xo'sh, agarda siz Turkiyada tahsil olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sizga universitetlarni o'zaro taqqoslash, ulardagi stipendiyalar haqidagi ma'lumot va umuman mana shu oliygohlar haqida to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerakligini yaxshi bilasiz. Ta'limchi bu shunchaki sizga yordam beradigan platforma emas, balki minglab konsalting hamda agentliklarni bir joyga to'plagan platforma hisoblanadi. Ko'rishguncha.